Propan va metan qo'ymoqchi bo'lganlar hammaning og'zidan tushmaydigan M-Sen variantga propan yoki metan qo'ysa bo'ladimi va eng ko'p so'raydigan 10X mashinasiga hozir ikkalasini ham video obzor davomida sizlarga aytib o'tamiz. Xo'p, M-Sen avtomobiliga hozirgi vaqtga metan uстановка qilib berish jarayonidamiz. Xudo xolasa bunga ideal qilib uстановка qilyapmiz. Montajlari ham zavodskiy bo'lmoqda, ahamiyat berib qo'ysa, hech qanday ortiqcha simlar yo'q. Xudo xolasa bitta zapravka bilan bu avtomobilimiz metanda 100 ming so'm pulga bemalol 250 dan oshiq kilometraj yurib o'tsangiz bo'ladi. Bu tomonda esa Spark avtomobilimiz bor. Bunga ham ideal holatda metan uстановка qilish jarayoni, ya'ni рабочий o'zida bor ekan. Hop, 12 avtomobiliga ham uстановка jarayoni ketmoqda. Ahamiyat berib qo'ysa, barcha turdagi avtomobillarga super mega chegirma narxi propan va metan uстановка qilib beramiz. Hozirgi vaqtga bu 12 avtomobilga ham metan uстановка qilib beryapmiz. 15 yil garantiyali zapchastlarni oldi qo'yilgan zapchastga 100% 1 yil garantiya beramiz. Balonga esa 15 yil servis tomonidan beriladi. Tanlovda adashmaymiz. Agarda obuna bo'lgan bo'lsangiz, sizga bu chegirmamiz amal qilib qoladi. Sirdaryo propan va metan bo'yicha nomer 1 24 ga 7 aloqadamiz.